Navbatdagi savol. Ustoz, onam vafot etganlar. Onamning ukalari, tog'am, buvamdan qolgan uyni sotmoqchi. Sotilajak uydan onamning ulushini so'rashga haqqim bormi? Ulush oladigan bo'lsam, qancha olishim kerak? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Buni bitta sharti bor, olishga haqqingiz borligidan. Sizni onangiz hozir vafot etgan bo'lsa ham boboyingizdan qolgan ulushi deyapti. Agarda onangiz boboyingizdan keyin o'lgan bo'lsa haqqingiz bor sizda. Buni sharti shuki, sizni onangiz bobomi, o'sha doda deyaptimi, hozir nima dedi? Buvasi. O'sha boboyingizdan keyin vafot etgan bo'lishi kerak. Ammo sizni onangiz birinchi vafot etib, undan keyin boboyingiz vafot etgan bo'lsa, onani haqqi qolmaydi yerda. Tushundingizmi? O'sha ya'ni birinchi dodangiz yoki boboyingiz vafot etib, uni merosxo'ri sifatida tog'angiz va onangiz qolgan bo'lsa va onangiz keyin u merosni olmasdan turib vafot etib ketgan bo'lsa, bu albatta sizlarda haq, onangizning haqqi sizlarga o'sha meros sifatida o'tayotgan haq o'sha uyda qolgan. Buni qanday qilib oladi? Olayotgan bo'lsa, o'sha bobo o'lgan paytda kimlar bor? Merosxo'rlari, nechta farzandi bor? Xotini bormi boboni, ya'ni momongiz? Agar xotini bo'lsa, o'sha umumiy tarikadan 8 dan biri xotinga beriladi. Va o'sha bobo, doda o'lgan paytda, doda deymizmi, bobo deysizmi, hozir boboyingiz o'lgan paytda, uni merosxo'rlari kimlar? Masalan, xotini bo'lsa 8 dan 1 xotinga beriladi. Agar yo xotini ham o'lib ketgan desa, unda faqat farzandlariga qoladi. Farzandlar necha o'g'il, necha qiz? Hammasi yig'iladi. Aytaylik 2 o'g'il, 2 qiz. O'shanda 2 o'g'il, 2 qiz bo'layotgan bo'lsa, o'g'ilga 2 ulush ajratiladi. Shundayda 2 ta o'g'ilni 4 ta o'g'il deb hisoblaymiz. Chunki 2 ulush oladi-da, 4 ta o'g'il deb hisoblaymizda, 2 qizni 2 ta olib kelamiz, 6 kishiga bo'linadi. 6 kishiga bo'linadi, umumiy tarikani 6 ga bo'lib chiqqandan 1 ulush bu qiz oladi, 1 ulush bu. Bular 2 ulushdan oladi. Agar 1 o'g'il, 1 qiz bo'lsa, demak, siz tog'angiz bor va onangiz bor. 1 o'g'il, 1 qiz qolgan. Unday bo'lsa, o'g'ilni 2 ta deb hisoblaymiz va sizni onangiz 3 kishi bo'ladi. Umumiy tarikani 3 ga bo'lib, 3 dan biri onangizga, qolgan 2 tasi tog'angizga bo'laveradi. Yana kim bo'lsa bu yerda o'sha tartibda qarab yechilinadi. Vallohu a'lam.